Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bizda bugun Beauty Trend Uz kanalimizda yangi koreyskiy kosmetikalar chiqib ketyapti. Bularni sizlarga tanishtirib o'taman. Bular hammasi nalichida ketyapti. Bemalol zaynat qilib sotib olsanglar bo'ladi. Ayollarimizning hozir juda ham katta muammosi, ko'plarda dog' muammosi borligi uchun mana shunaqa vitamin C li dog'larni ochartirishga xizmat qiluvchi naborlarimizni tayyorlab qo'ydik. Bizda shunaqa yangicha petlar chiqqan, dog'lari bor hamda yuzini rangi to'qronlarga juda ham mos tushadi. Yuzinglarni artib hamda namlantirib, muammolilarni hal qilib berishga tayyorlab beradi. Bundan so'ng toner pedni ishlatganingizdan so'ng vitamin C li serumlarimizni tavsiya qilamiz. Bu serumlar ham yuzingizni ochartirib, dog'laringizni ochartirib berishga xizmat qiladi. Juda ham zo'r odzivlari bor. Bemalol Telegram kanalimga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Gudalni vitamin C'si Koreyadan original chiqib ketyapti qizlar. Ko'p bularni podelkalari bor. Podelkalardan ehtiyot bo'linglar. Bizda hammasi original, ko'rib turganingizdek hammasi hozir Koreyada, O'zbekistonga chiqib ketadi endi. Keyin bizda mana bunaqa bu bilan birga ishlatsangiz bo'ladigan vitamin C li xuddi shuni Gudalni kremlari ham birga chiqib ketyapti. Ko'rishinglar mumkin. Kremlarni nabor qilib olsanglar ham juda effekti zo'r. Maza qilib ishlatasizlar. Ichida vitamin C li dumaloq shariklari ham bor. Bularni odzivlari juda ham zo'r, tonerlari ham bor. Zakazga tonerlarni ham yuborib beraman. Yuzida dog'i borlar uchun mana shu naborlarimiz bor, hamda vitamin C li mana bunaqa ampula bilan kremli naborlarimiz ham bor. Bularni ham zakazga chiqazib beramiz Koreyadan. Bular nalichi ketyapti, bemalol hoziroq zaynat qilib sotib olishinglar mumkin. Hamda bizda mana bunaqa loyli yuzga juda ham foydali maskalarimizdan ham chiqib ketyapti, novinka. Bularni ham hammasini narxlarini qo'yib qo'yganman. Telegramdan ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham foydali, yuzinglarni zo'r qilib beradi qizlar. Keyin bizga maskalarda mana bunaqa 10 tali maskala keldi. Bemalol olsanglar bo'ladi. Bularning effektlari hamda foydali taraflari hammasini ishlatish tartiblari Telegram kanalimda bor. Bemalol kirib olsanglar bo'ladi. Bu maskalarni 10 ta olsanglar sizlarga arzonroq tushadi. Agar donadan olmoqchi bo'lsanglar, donadan ham sotib olsanglar bo'ladi. Hozirda mana shunisi hamda ulitkaligi bor. Mana shunaqa qalingina, ichida 10 ta bo'ladi. Shtrix kodlari va originalligini belgilab beruvchi fikrlari bor. Bemalol sotib olib ishlatsanglar bo'ladi. Hamda buni mana shunaqa rozovый ulitkaligidan ham bor. Keyin bizda yangicha mana bunaqa har xilli maskalar ham chiqdi. Bu ham Koreyada juda ham mashhur bo'layotgan brend. Mixun degan brendniki har kunga ishlatiladigan mana shunaqa setlilari ham chiqqan. Bularni ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bittali mana bunaqa ajinligi, anorli har xil maskalarimiz bor. Bularni ham bemalol Telegram kanalidan olsanglar bo'ladi. Hozirda juda ham yaxshi sotilayotgan kollagenlarimiz, bular juda ham yeyishga ham hamda qulay, ham juda ham mazali, ham foydali. Kollagenli jelelarimiz ham donaga mana shunaqa olsanglar ham bo'ladi. Ichida 15 ta bo'ladi. Mana shunday turishini olasizlar. Yokida uchalasi bitta korobkaligi ham bor. Unisini ham sotib olsanglar bo'ladi bemalol. Keyin hozir bizda mana shunaqa tonopli serumlar chiqib ketyapti. CC kremga o'xshaydi. Juda ham yuzinglarni chiroyli zo'r ton bilan juda ham svejiy qilib qo'yadigan mana shunaqa Lovely CC'ni tonab serumlari ham chiqib ketyapti. Keyin bizda hozirda mana shunaqa tushlar ham bor. Bu bilan yana 3-4 xil tushlarimiz bor. Telegram kanalida o'tsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Bular hozir novinka bo'lib chiqib ketyapti. Yangi chiqqan. Hamda hozir endi lavlar juda ham ko'p quriydi, yoriladi. O'shaning uchun mana shunaqa lavga pomadalar ham chiqib ketyapti. Miyatniy hidli pomadalar. Mana bunaqa serumlarimiz bor. Gold 24 li. Mana bu ham serum. Bu vitamin C li. Keyin bizda lavlar uchun maxsus mana shunaqa maskalar chiqib ketyapti. Buni kechqurun surib, ertalab tursanglar lavinglarni zo'r qilib qo'yadi. O'zini mana bunaqa shotkalari ham bor. Bemalol maza qilib ishlatasizlar.
bizada mana shunaqa ko'zni tegadigan muammolarni yopib beradigan konsillerlar ham chiqib ketyapti. Bularni ham bemalol Telegram kanalidan o'tib zakaz qilsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r qizlar, maza qilib ishlatasizlar. Bizaga nafaqat ko'zga, butun yuzga ham ishlatsa bo'ladigan mana shunaqa AHSni kremlaridan ham chiqib ketyapti zakazga. Sizlar ham olsanglar bo'ladi, nalichida ham bo'ladi, xudo xolasa bemalol. Keyin hozirgi kunda bizada ajinlarimiz bilinib qoladi, ko'pincha yuzlarimizda. Ayniqsa labimizning oldida, ko'zimizning tagida o'sha joylarga surishga mana shunaqa balimlarimiz bor qizlar. Bemalol namlantirib turish uchun surib qo'ysanglar bo'ladi. Bu pomadaga o'xshagan. Hozirga bittasini ochib ko'rsataman. Bu ayniqsa qishlarda juda ham zo'r. Kollagenli mana shunaqa stik hamda bu ochiladi. Keyin ichidan mana shunaqa chiqadi. Bu kattagina, nimaga katta? Yuzingizga surasizlar, chunki lablaringizga ham bemalol sursanglar bo'ladi. Quruq ajini ko'p joylariga sursanglar, ajinlaringlarni yo'qotishga hamda ularni namlantirib turishga xizmat qiladi. Bularni ham bemalol Telegram kanalimizdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Beauty Trend Uz qilib qidirsanglar chiqadi yokida profil shapkasida bor, o'shadan kirsanglar bo'ladi. Keyin bizada hozir SPF kalarimiz mana bu juda ham butun dunyoga mashhur bo'lgan Beauty of Jason'ni SPF kalari original, bemalol ishonib zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekistonda ko'plari podelkalari ko'payib ketdi deb eshitdim, lekin bizada hammasi Koreyadan bo'ladi. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizada hozir mana shunaqa quruq yuzlarga zo'r tushadigan SPF kalarimizdan ham bor. Bemalol bulardan ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Misha ham juda ham zo'r, juda ham yaxshi ketyapti. 50+ bular, e'tibor beramiz. PA ham 4 ta pluslari bor. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Keyin bizda hozir Lidl Shot ham juda ham mashhur Koreyada bo'lyapti. Buni sursanglar, bundan keyingilari zo'r effektini olib kelib beradi. Yuzingizda ignalar bilan, ignalar sanchigandek bo'ladi. Yuzinglarni zo'r ko'rinishga olib kelib qo'yadi. Keyin bizda mana shunaqa poralar uchun ham svirtkalarimiz chiqib ketyapti. O'zbekistonda nalichida yana boshqacha har xil svirtkalarimiz ham bor. Ko'rib bemalol olsanglar bo'ladi. Mani yuzim quruq deydiganlarga zo'r tavsiya. Mana shu Centella'ni yuzi quruq hamda ajinlarga mana shunaqa toneri bilan ampulasi chiqib ketyapti. Bemalol olib, mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi, qizlar. Bu quruq yuzlarga zo'r idealni tushib beradi. Ajinlarni hamda elastikligini ko'tarib berishga hamda baryerasini tiklab berishga xizmat qiladi. Toneri hamda hozir bizda ampulasi nalichida chiqib ketyapti. Buni krem, ko'z kremlari ham bor. Ularni zakazga yuborib beramiz. Bizda buni olib, keyin mana buni kremini ham ko'zga, ham yuz o'ziga qilib, mana shunaqa 3 ta nabor qilib oladiganlar ham juda ham ko'p. Quruq yuzlilar bo'lsa, bemalol sotib olishingiz mumkin. Quruq yuzlarga dalba spreyni, mistlarini juda ham tavsiya qilardim. Buni uходовый kosmetikalarda ham birga ishlatib, kunduzi makiyajlarning ustidan ham yuzingiz qurib qolgandek his qilsanglar, mazza qilib sepib ishlatsanglar bo'ladi. Yuzinglarni yaltiratib beradi, namligini saqlab, oshirib beradi. O'zim ham yuzimni yuvishim bilan hammamga bittasini qo'yib qo'yib, hammamda sepaman, keyin sumkamda solib yurib, ishga borganimda ko'cha-kuyda sepib yuraman. O'shaning uchun mana shu kichkinasidan o'zimga ham bitta olganman. Bemalol mazza qilib ishlatadigan narsa, qizlar. Vitamin C li mana bunaqa anaqalarimizdan ham chiqib ketyapti. Nalichida serumlarimizdan ham bemalol Telegram kanali mana shu kanalga o'tib zakaz qilsanglar bo'ladi. Nalichi narsalarimiz ham juda ko'p. Sizlarga kerak bo'lgan koreyskiy tovarlar bo'lsa, bemalol topib yuborib beramiz. Nafaqat koreyskiy tovarlar, bizda mana shunaqa zakazga binoan koreyskiy sneklar ham yuborib beramiz.
bemalol kanalimizga o'tib a'zo bo'lib qolinglar qizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, bizani YouTube kanalimizga ham a'zo bo'lib qolishni unutmanglar. Hamda kosmetikani juda sevadigan, go'zal bo'lmoqchi bo'lgan dugonanglarga yoki qarindoshlaringlarga, opa-singillaringlarga videomizni yuborib qo'yinglar.